emas, bu ko'proq o'sha psixologik tomonlama. Biz futbolchilar o'zini xayolida bo'ldi deb o'ylayman, chunki har doim o'sha g'alaba qozonayotganingda o'sha hisobni ushlash uchun harakat qilasan. Shuning uchun ko'proq psixologik deb o'ylayman. Albatta ikkinchi bo'limda ham o'sha birinchi bo'limdagidek o'ynashda davom etishimiz kerak edi. Lekin shuni unutmaslik kerakki, o'sha Kongo ham juda fizik tomonlama ancha kuchli terma jamoalardan biri. Undan oldingi o'yinlarda ham ko'rsatdi va ularga g'alaba kerak edi. Ular ham majbur qildi deb o'ylayman, ko'proq himoyaga ochildi. Eldor aka, ushbu jahon chempionatida yaxshiroq natija erishishimizga nima yetishmadi deb o'ylaysiz yoki hozirgi darajamiz? Agar shu yerda bo'ladigan bo'lsak, albatta darajamiz shu bo'ladi. Agar bundan ko'prog'iga loyiq bo'lganimizda albatta ko'prog'iga erishgan bo'lardik. Lekin eng asosiysi qayerga ishlashimiz kerakligini, qayerga qarab ishlashimiz kerakligini jahon chempionati ko'rsatib berdi va katta tajriba bo'ldi. Futbolchilar ham borini berib o'ynashdi hammasi. Albatta bu yerda oson o'yinda o'zi bo'lmaydi. Hamma kichik xatolar ham kechirilmaydi. O'shani evaziga o'ylashimcha tajriba yetishmasligi evaziga mana shu joyimizda qoldi.